Assalomu alaykum. Yana bir bor navbatdagi maisimizni tayyorlab usulga o'tganmiz. Erta tongdan kelgandik. Bugun muborak juma kuni. Jumagacha kech qolmasdan namozgacha ustunovka qilib olamiz degan maqsadda ustunovka qilish ham boshlab oldik va mana inshaalloh maisimizni tepa qismiga leksalar qoldi. Yo'q kraskalari, bitta joyda gullar bor. 70-80% ishini bitirdik. Buni avvalroq yana bitta joyga ustunovka qilib bergandik. Xuddi shunaqa variantda. Faqatgina stoykalari mana betondan qilib tayyorlab qo'yishgan ekan. Shuni betonlarni o'ziga qo'yib beramiz. Kimgadir stoykalar variant kerak bo'lsa ham qilib beraveradi. Xudo xolasa navisimizni ustunovka qilish jarayonida video lavha va darvozalarni kraska qilib beryapmiz. Bu yerda mokra asfalt svetda. O'zi asli rangi ko'k svetda bo'lgan. Buni shilib tashlab, tozalab, mokra asfalt kraskalarini sepib beramiz. Videoni kuzatib boring. Xudo xolasa ustunovka qilib olib sizlarga ma'lumot beraveramiz. Bu navisimiz avtorskiy navisimiz bo'ladi. Ya'ni dizaynni bir uy egalari bilan o'zimiz chizma qilib, birgalashib o'tirib, suhbatlashib, shunaqa variant tanlaganmiz. Xudo xolasa ham skromning yangicha variantdan bo'ldi. Mana ishlarimizni ham xudo xolasa yakunlab oldik. Navislarimizni ham bitirdik va darvozamizni ham kraskalarni to'liq yakunladik. Xudo xolasa mokra asfalt svetda leksanlarimiz ochroqdan bo'ldi, to'qrog'i ham bor. Bu variantni kimgadir ochiq, kimgadir to'qroq variant qanaqasidan o'zlari xohlashgan variantda olib beramiz. Xohlasa yo'q deylik. Uni qizig'i yo'q. Narxida pul razisiya qilmaydi, rangi. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek, hammasi lazerning gullar, yonlarga ishlatilgan profillar, yoniga chiqarishlarimiz ham xudo xolasa 10 sm, 12 sm qilib chiqarib qo'ydik. Tumbalarga moslab, tumbalarni bekitilgan holatda qilib o'rnatib berdik. Darvozalarni ham mokra asfalt svetda qilib, bir xil qilib kraska qilib beryapmiz. Xudo xolasa kraska archilmagan, to'kilmagan garantiyali kraskalar. Bu manzilimiz Andijon viloyati Asakiga zakazga tayyorlab berilgan. Xudo xolasa arkali variantda bo'ladimi, to'rtburchak variantda bo'ladimi? Bemalol buyurtma bersanglar, sizlar xohlagan dizayndagi navislar, darvozalar, perila ishlatganlarni tayyorlab beramiz. Sifatli, oddiy bo'ylab dastavka ustunovkalarni bepul qilgan holatda o'zimiz olib borib ustunovkalarni qilib, kraskalarga, hamma narsalarga garantiyali qilib, xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz. Navislarimiz 1 kvadrat metri aynan shu navisimizni 700 ming so'mdan 850 ming so'mgacha tayyorlasa bo'ladi, materiallarni stenkalariga qarab. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqa chiqib qolasizlar. Yana bir kimgadir ma'lumot kerak bo'lsa, batafsil ma'lumot beraveramiz. Bu navisimiz hozir Andijon viloyati Asakiga zakazga tayyorlab berilgan. Oldiga chiqishi 3,5 metr bo'ldi, eniga 6,5 metr qilib tayyorlab bergan. O'zlarini betondan tayyorlangan ustunlarga qo'yib berganmiz. Bemalol ishlarimiz yoqqan bo'lsa aloqaga chiqsanglar, inshaalloh ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz.